Assalomu alaykum. Chorva Otabek kanal qadrli obunachilarimiz, do'sti birodar, aka-ukalarimiz. Mana bugun haftaning payshanba 9-aprel sanasida turibmiz. 5 bosh ko'chat buqachalarimiz kelgan. Bir boshdan ko'rsatib o'tib, narxlarini, gavdoshlarini tanishtirib berib, yoritib boramiz hammasini. Orqa boshlardan, oyoqlarini ko'rsatib o'taylik bir boshdan. Mana ikkalasidan boshlaylik, mana ikkalasini ko'rsataylik, mana ko'chat buqalarimizni. Kallalardan ko'stayman. Oyoqlarini bo'zagimiz oyoqlarini ham ko'stayingda baqvat oyoqlari. Yoshlari 9 oy, 10 oylik buqa bular. Mana gavda boshlari 1.10 plus. 1.10 plus bulusi. Mana bulusini ham elangda mana buni ham oyoqlarini baqvat ko'stib o'tavering. Bu ham mana. Yaqinroqda olib kelavering mana. 1.10 plus bu ham. Buni aka obunachilarimizga 33.500.000 so'm. 33.500.000 so'm xayri bor. Dastlabki arqon nuqtasi bor. Uyingiz bo'lsa bo'ldi, yetib boradi bu o'zaligimiz. Mana ikkalasini ko'rsatayman. Shvet qaranglar orqa boshlarini buni. Ko'chat ikkalasi. Ikkalasi juftma kallalarni oling. Hali yashiga to'lmagan bo'zaqlar bular. Mana ko'rishingiz mumkin. Ikkalasi oyoqlarini ham, kallalarini ham elib ko'rsatib bering. Gavda boshlariga keladigan bo'lsak, mana bularni 1.15. 1.15 ekan bulusi. Bulusini olamiz. Yaqinroqda ko'rsatavering. Hop. Bu ham 1.15 ekan. Ikkalasini gavda bo'yicha bir xil ko'chat buqachalarimiz. Ikkalasini bir joyga olamiz deysa, 18.500.000 dan xayri bor o'tib beraman. Qadrli obunachilarimiz, ikkalasining narxi o'sha aytganimdek 18.500.000 dan uyingiz bo'lsa bo'ldi yetib boradi. Vodiy bo'ylab dastlabkisi bor. 12 ta viloyatga ham qilib beraman. Samarqand, Buxoroga ham. Aqini dastlabkisi kelishamiz. Arqon nuqtasi bonus. Gavda bo'yicha 1.15 ga olaverasizlar. Asli 1.17, 1.18 chiqyapti. Haliga ertaga uyimga kelib kichkina ekan, videoda 1.20 o'lchagan degan gap so'zlar bo'lmadi. 1.15 tozaga olaverdan. Xudo xolosaki, go'zagan yaxshi ekan deb rahmatini aytsana bo'ldi. Chorva Otabekdan chiqdim deb. Yemoq-ichmoqlariga bir hafta garantiyasi bor. 3 kun yashiriga garantiya beraman. Yashirga hech kim garantiya bermaydi bozor territoriyasida, bozorda olsangiz. Uyimda aling, yashirga ham garantiya beraman. Mana bitta kichikroq bo'zagim bor, mana ko'rsatib o'tayim orqalardan ko'chat narsa. Hojona, hojotalar pensionerlarimizga bu. Pensiyadan pul yo'q olaman degan ona otaxonlarimizga mana. Mana kallalarni yaqinroq olib kelaman, kallalarni ko'rsatasiz mana. Oldilarni mana gaddallarni ko'rsatayman bo'zagimizda. Yaqinroqda mana gavdasini bitta o'lchab qo'yamiz, mana ko'rishingiz mumkin. Mana. Mana yaqinroqda aniq chiqadi videoga, mana ko'rishingiz mumkin. 1.10. 1.10 ga olaverasizlar, toza gavda boshlari. Buni narxiga kelsak, o'ylari bo'lsa bo'ldi 16.500.000 xayri bor yetib boradi. 16.500.000 so'm xayri bor. Qancha xayri bor Otabek? Kamini ham aytib keting. Kamaytirib. Aka Chorva Otabekdan chiqdi deysiz 16.200.000 so'm bo'lsa bo'ldi. O'ylarga yetib boradi bu 16.200.000 ga. Yo, yana o'tib ber deysiz, Arqon nuqtasi bonus 16.100.000 berishsam bo'ldi. O'ylarga yetib boradi 16.100.000 ga. Orqa boshlarini qarang mana. Orqa boshlari. Xudo xolasa hamma bo'zagimni yemoq-ichmog'i yaxshi. Aybi nuqsoni yo'q. O'ylarga borsa doktor-muxtorlar bilan tekshirib olishaveradi. Bir hafta yemoq-ichmog'iga 3 kun yashir kasalligi garantiyasini beraman bo'zalarga. Bir boshdan mana kallalarni ko'rsatib o'taverasiz, yaqinroqda. Ular xunajin kalla emas biz bo'zalar. Gavda boshlari ham aytilgan metrga chiqib boradi. Uyiga berib videoda mancha o'lchaganda uyimga kelib muncha chiqdi degan gap so'z bo'lmadi bizda. O'sha aytilgan 1.15 deydimmi, bo'zagan 1.15 chiqadi. Xudo xolos plus ham chiqadi. Mana shu aytdimmi, mana shu 1 metr dedi, 1.10 dedim, mana shu bo'zagan buni. 1.10 chiqmasa mol bekorga beraman, uyiga berib o'lchab olaveradi. 1.15 plusga ketaveradi.
Toza bir 15 kelishaveradi mana ikkilasini. Aka-ukalarimiz Chorvotepadan chiqdim deb telefon qilishaversin. Xudo xolasa hammasini kelishtirib, yo'lida qilib beraman.